Ay, buni qaranglar. Birinchi qora mushugim bollarini olib yotibdi bu. O'zi ertalab tug'di bu. Oq mushugim bu. Ola-bula mushugimiz. O'zini bolalariga qaramayapti. Qora mushukni bollarini olib qo'ygan, mana o'zi ikkita tug'gan nariga mushugim. Uni bolalariga endi qora mushuk qarayapti mana. Buni opiti katta-da buni. Bu ikkinchi mushugim mana ikkita kulrang mushuk tug'di. Ana. Ikkita kulrang bu. Rosa chiroyli, ikkita katta, bo'y uzun bo'ladi-yu, oyoqlari qalin mushuk ekan. Ikkita kulrang. Kimga mushuk kerak? Mushuklarim ko'payib ketdi. Buni qaranglar, buni qora mushuklari ana katta bo'ldi ana. Kichkina bolaga qaragisi kelmayaptimi deyman-da, bu mushuk katta bolalarga qarab o'tiribdi.